Spark mashinasini qabul qilganmiz. Bunda bo'lgan muammo birinchi skoroskga urib yurganingizda g'irillagan dovush chiqgan. Biz buni korobkani ichini ochib oldik. Men ko'rishingiz mumkin. Bu g'irillagan dovush nimadan chiqadi? Bir ishtimolda 204 pechimlik bor. O'sha pechimligi to'kilib ketgan. Men ko'rishingiz mumkin. Korobkani ichi ham bo'yin suturishga bo'lib yotibdi. Mana setilib pechimliklar bor. Pechimlik pishibdi. Mana speedometer datchigi ham bor. G'ajilab tashlabdi, ozgina bee'tibor yurilgan. Bu holat nimadan bo'ladi deb savol bersani, bu holat yog' vaqtida almashtirmaslikdan bo'ladi. Mana yog'i ko'rishingiz mumkin. Yog' qorayib ketgan, jira qolmagan. Hozir biz buni yuvib tozalab, komplekt pechimliklarni almashtirib, ishlanchiroqlab bartaraf qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu videoni Spark mashinasi borlarga jo'natib qo'ying.